Yo'q, bu siz o'ylagan retsept emas. Umuman yangichasi. Iftorlikka yarim soat qolganda go'shtimizni paret o'rab, qatuv, piyoz, qizil tomat, tuz, shakar, chesnak aralash ziravor qo'shib 5 minutga olib qo'yamiz. Yetadi. Qizib turgan yog'da jazillatib go'sht qovurib, turkidan chiqqan pomidor qo'shib 20 minutga dimladim. Uni orasida baqlajonni qovurib oldim. Ikkinchi nachinkamiz qovurilgan baqlajon, bodring, ukrop, turkidan chiqqan pomidor. Qozondagi nachinkamizni sousidan qo'shib aralashtiramiz. Uyda yopgan non deysizmi, buxanka noningiz bormi? Shartta olib men ko'rsatgandek ichini to'ldiramiz. Reseptlarim orasida eng mazalisi. Hozir o'zidagi rechani bosib o'zingizga saqlab qo'ying. Yig'ilib sizlarga video o'tdim. Sevaraxon, mana sizga hayitga podarka. Mana. Rahmat ayjon. Oyijon so'g'ib keldim deb sekin menga oshxonani tozalab qo'ying deb namyoq qildilar. Qo'rqoq qo'l botirdi deb u garnet mahsulotlarini olib bir pasda oshxonamni chinnidek qilib. Garnetni hamma narsasini uyingiz tagidagi do'konlardan yoki uzun marketdan dastavka qildirsangiz bo'ladi. Ovqatim ham tayyor, oshxonam ham sarishta. Mazasiga bo'lsa, gap bo'lish mumkin emas. Olinglar. To'xtanglar. Hali ham rechani bosib qo'ymadinglar? Bilasizlar-ku, ko'nglim ko'tariladi.